Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aziz she'rsevar birodarlarim, do'stlarim, sizlarga o'qib beradigan she'rimiz Umid. 21-asr mahzunlik, quvonch qorishgan asr. Ko'ngil ko'ksim bog' bo'layotir. Cho'kar qaddim tog' bo'layotir. Aqlu hushim sog' bo'layotir. Fe'lim, halim yog' bo'layotir. Yayrayapman saodat uchun, sayrayapman saodat uchun. Bu qarilik alomatimi? Yo Robbimning karomatimi? Robbim bergan halovatimi? Allohimning sinoatimi? O'yimga yetolmay yig'layman, yozilib ketolmay yig'layman. Dushman do'stlik uchun bu dunyo, kami ko'zlik uchun bu dunyo, tuman tuslik uchun bu dunyo, ikki yuzlik uchun bu dunyo, yomon ko'zlar uchun bu dunyo, yolg'on so'zlar uchun bu dunyo. Tinchlik do'stlik tanlab olganim, tinchlik do'stlik tanlab olganim, dardsiz undan charchab qolganim, urush uchun qovoq solganim, tinchlik bo'lsin Rob deb yonganim, tun kun tasbih salovat, namoz Qur'on, tun kun halovat. Xotirjamlik zori bo'lganlar, bir tomchi suv dori bo'lganlar, faqat Robbi yori bo'lganlar, yoningizga borgim keladi, sizlar bilan yongim keladi, halovatdan tongim keladi. Yumshoq non, choy, yog'liq palovlar, qozon qaynab o'chmas olovlar, dushmanga yem birovlar, to'lib toshgan kibru havolar. O'yimga yetolmay yig'layman, yozilib ketolmay yig'layman. Yaratgan Rob biluvchi o'zing, ko'ruvchi sen barchada ko'zing, bizga dastur Qur'oning so'zing. Qo'rqaman Rob, qoradir yuzim, aldayotir yolg'onchi tuzim. O'yimga yetolmay yig'layman, yozilib ketolmay yig'layman. Subhanalloh, yo Alloh, o'yimga yetolmay yig'layman, yozilib ketolmay yig'layman.